Yurtimizda yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning daromad manbaini yaratish hamda tadbirkorlikka keng jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada hududlarda yoshlarga yer maydonlarining ajratilishi ularning o'z mehnati orqali daromad topishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan yoshlar faoliyati haqida. To'rtko'l tumani O'zbekiston Ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Yaxtalik mahalla fuqarolar yig'inida bugungi kunda 5000 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Mahallada aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda fuqarolarga o'z faoliyatini yo'lga qo'yish uchun imkoniyatlar yaratish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan mahalla yoshlaridan biri 21 yoshli fermer qiz Feruzadir. Feruza 2024-yilda hokim yordamchisining ko'magida 25 yer maydonini olib, o'z tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Mehnati va izlanishi natijasida bugungi kunda yetishtirayotgan mahsulotlari orqali oilasiga qo'shimcha daromad manbaini yaratishga erishdi. 2024-yili mana shu yerni oldik. Sabzi, lavlagi hamda o'zimizga kerakli bo'lgan mayda burch, shunday mayda ekinlarni ekdik. Dastlab keyinchalik esa yerdan yaxshi foydalana olganligimiz hamda ulardan daromad olib boshlaganimizdan keyin bu yer maydonlarida poliz ekinlarni ko'paytirdik. Bodring, burch hamda lavlagi, baqlajon, pomidor kabi poliz ekinlarni yetishtiryapmiz. Asosan bu yerda ko'pchilik oilaviy ishlaymiz. Yer bu katta imkoniyat. Undan unumli foydalangan inson esa o'z mehnati orqali baraka va farovonlikka erishadi. Feruzaning bugungi faoliyati ham buning yaqqol isbotidir. Uning kelgusidagi maqsadi tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, yetishtirilayotgan mahsulotlar hajmini oshirish va oilasi farovonligiga yanada katta hissa qo'shishdir.